Assalomu alaykum. YouTube tarmog'ida kuzatib boruvchi aziz obunachilarimiz, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Ibrohimjon. Ko'rishinglar mumkin, mana bu ishimizni biz Andijon viloyati Shahrixonda boshlab oldik. Hozirda siz ko'cha shapkamizni ko'rib turmoqdasiz. Hozirda biz ko'cha shapkalarimizni reka to'qish jarayonidamiz. Ko'cha shapkamizni mana bu qiridan mana bu qirigacha 11 metr, eniga 70 cm. Bu yerga biz mokriy oq rangda aralashtirib kobra fasonda qilib bermoqdamiz. Tunikamizni qalinligi keladigan bo'lsak, tunikamizni qalinligi 0.35 qalinligidan foydalanyapmiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxlarini 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha vodiy bo'ylab qilib bermoqdamiz. 120 ming so'm bilan 140 ming so'mning ichiga nimalar kiradi degan savolga Lesa, usta o'rnatib berish usta xizmati, Samares, Akfix hammasi kiradi. Uyda egasi bir mahal obed beradi xolos. Uzoq bo'lsa yotog'ini qilib beradi. Agar kimga shunaqa sifatli tunika xizmatlar kerak bo'lsa, tanlovda adashmanglar, do'stlarga tavsiya yuborib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Kuninglar yaxshi bo'lsin, charchamanglar.